Hey do'stlar, hammaga salom. Bugun sizlar bilan biz Skyblockda yashab qolamiz. Qani, go. Mana biz birinchi sandiqchani ochib ko'ramiz. Sandiqda juda anjomlar bor ekan. Va biz birinchi bu daraxtni chopib olamiz. Biz bu daraxtni oxirgi hammadan chopib olamiz. Video cho'zib ketmaslik uchun sizlarga ko'rsatmayman. Mana do'stlar, biz daraxtlarni chopib oldik. Bizda 7 ta ko'chat, 3 ta. Bularni esa sandiqchani saqlaymiz. To'xtanglar. Biz sandiqchani chekroq olib qo'ysakchi. Bu yerda hozir biz bitta ish qilamiz. Men o'ylab qoldim. Lava bilan olovdan biz tosh generatorini yasasak bo'ladi. Shuning uchun biz taxminan oldimizni bersak yasaymiz. Bitta bersak saqlaymiz. Bersak desa qo'limizga olamiz. Bersakda bu chekiga qo'yib qo'yamiz. Sandiqchani albatta qish qo'yilib ketdi. Boltamiz afsuski sinib qoldi. Shu sababli men hamma narsani qo'lda qilishga majbur bo'lyapman. Bitta olmacha tushdi. Bu olmachada hali biz ko'p kravatimizni ham bir chekkaga olib qo'ysak bo'ladi. Biz yo'q, bu yerda ertalab tushib. Hali ham tushib ketmadi. Biz mana bu yerdan biroz loy koplaymiz. Qani ketdik. Agar bu yerdan ko'mir chiqib qolganda demoqchi edim, ko'mir chiqdi. Bu yerda demak anchagina ko'mir bor. Bu yerni hammasini kavlab olaman. Mana endi mana bu yerdan ko'mirni qazib olsak, mana shu yerdan qazsak bo'lar. Oh my god, ko'mir. Ko'mirni albatta kavlab olish kerak. Menimcha bundan narig'i cheksizlik bo'lsa kerak. Yo'qqa tushib ketsak albatta o'lamiz va shu joyda video tugaydi. Video tugamaslik uchun albatta o'lmaymiz. Ko'mir hali ko'p ekan. Demak, biz bundan foydalanamiz. Simma to'zdirib bordim. Kechirasizlar. What? Olmos? Oy. Olmos do'stlar.
olmos topulu. Demek bu Skyblock'ta ichida hali ko'p narsalar bor. Bundan oldin biz albatta bu tosh generatorini qilib olamiz va bu yoqqa lava va voya tosh generator. Mana bu yerdan azizcha teshib qo'ysak, voy tushib ketib qoldim. Bu yer borligi hech qanday esim chiqib ketibdi. Va biz tosh asag'alar uchun tosh qo'llaymiz. Sizlar tosh generatorini yasa olarmisiz? Kommentariyaga yozib ketingizlar. Siz bu tosh qo'llaganini ko'rmasligingiz uchun videoni o'tkazdirib yuboraman. Va men do'stlar ozgincha bo'lsa ham tosh qo'llab oldim. Bu Skyblock'da birinchi kunimiz tugashi. Hali biz bu Skyblock'da menimcha 5 kun yashab qolsak kerak. Hozircha uxlaymiz. Va tong otdi. Quyosh chiqdi, oy esa hali kirmadi. Endi meni bu Skyblock'da hali temir ham bo'lsa kerak. Ichkarisini ozgincha ko'rib ko'ramiz. Oh my god do'stlar. Bu yerda men bittagina olmos o'ylagandim. 3 ta olmos bor ekan. Demak, bizda olmoslik ko'p bor degan. Endi temir bo'lsa. Mana. O'ylagandim. Temir ham bor ekan. Menimcha 3 tagina yoki 2 tagina bo'lsa kerak degandim. Ko'p ekan. Do'stlar, temir ko'p ekan. Temir anchagina ko'p ekan do'stlar. Endi buni ichini to'ldirib qo'yishim kerak. Albatta bu yerdan yapaman. Bu yo'g'ini menimcha qoldirmasam kerak. Yo'q, buni olamiz. Agar oldimizdan keyin biz naryoqdan olmasangiz hech kim ko'rmasligi uchun albatta. Va biz pechka yasaymiz. Pechkani esa bu yoqqa qo'yamiz. Beshta bilan bo'lsa kerak. Va keyin pishguncha kutamiz. Ya'ni tosh qoldiramiz. Va biz yog'ochli asqarlar bilan xayrlashamiz. Xayr, yog'ochga. Biz endi bu 38 olamiz va temirimiz yana qo'llandi. Temirlarimizni joyiga qo'yib qo'yamiz. Keyinroq kerak bo'ladi. Biz esa bundan pol blok yasaymiz. Menga yetib qolsa kerak. Biz bu yoqqa qarab yana qurib chiqaman. Sizlar buni video cho'zilib ketmasligi uchun buni men o'tkazdirib yuboraman. Bunda daraxtimiz o'sibdi, buni esa chopib olamiz.
Albatta tarafdan yog'ochimiz keladi. Juda ham katta o'sibdi. Tushib ketmadi. Xudoga shukr. Tushib ketmadi. Hozir Minecraftda lekin bizda hozir ekan. Shuning uchun undan unumli foydalanamiz. Yo'q, tushib ketdi. Va bu kun ham tugayapti. Yomg'ir yog'yapti. Demak, moblar chiqadi. Va do'stlar, sizlar bilan Skyblock'da ikkinchi kun. Xayr. 10 bu video 10 like yig'sa, Skyblock'da ikkinchi qismini chiqaramiz. Qanaqa? Shuning uchun like bosib qo'yingizlar va obuna tugmachasini bosib qo'yingizlar. Bizlar bilan ko'p bo'ldi. Keyingi qismda ko'rishguncha. Xayr.